Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan shunday muhim va dolzarb mavzu haqida suhbatlashamizki, bu ma'lumot har bir pensioner uchun, oila a'zolari uchun qolaversa. Yoshi ulug' insonlarimizga g'amxo'rlik ko'rsatadigan har bir kishi uchun hayotiy ahamiyatga ega. Siz ham har oy o'zingizga yoki yaqinlaringizga tegishli xizmatlar va to'lovlar uchun ortiqcha mablag' sarflayotgan bo'lishingiz mumkin. Bugun men sizga aprel oyidan boshlab katta miqdordagi mablag'ni tejashga yordam beradigan, hatto ba'zi to'lovlardan butunlay ozod bo'lish imkonini beradigan sirlarni ochib beraman. Ushbu video sizning hayotingizni yengillashtirishi va cho'ntagingizga sezilarli foyda keltirishi aniq. Shuning uchun kanalimga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlarni iloji boricha ko'proq odamlar bilishi kerak. Xo'sh, muammoning ildizi nimada edi va endi nimalar o'zgarmoqda? Ilgari ko'plab pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lmagan xizmatlar, soliqlar yoki boshqa to'lovlar uchun mablag' to'lashardi. Buning sababi ko'pincha ularning huquqlaridan bexabarligi, mavjud imtiyozlar haqida to'liq ma'lumotga ega emasligi yoki murakkab byurokratik jarayonlardan qo'rqib, ulardan foydalana olmasligi bo'lgan. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qator qarorlar, farmonlar va qonun hujjatlariga kiritilgan o'zgartirishlar tufayli bu holat tubdan o'zgarmoqda. Ayniqsa, aprel oyidan boshlab kuchga kirayotgan yangi qoidalar va imtiyozlarni soddalashtirish choralari yoshi ulug' insonlarimiz uchun katta qulaylik yaratadi. Davlatimiz o'z fuqarolariga, xususan keksa avlod vakillariga g'amxo'rlik qilishni ustuvor vazifa deb biladi va shu sababli nafaqaxo'rlarimizning turmush sharoitlarini yaxshilash maqsadida doimiy ravishda yangi mexanizmlarni joriy etmoqda. Endilikda sizga tegishli bo'lgan imtiyozlardan foydalanish ancha soddalashdi va bu imtiyozlar faqat qog'ozda emas, balki amalda ham ishlaydigan tizimga aylandi. Bu o'zgarishlar aynan aprel oyidan boshlab sezilarli darajada namoyon bo'lishi kutilmoqda. Chunki ko'plab yangi tashabbuslar va tartiblar aynan shu davrda to'liq kuchga kiradi va ommaga tushuntirish ishlari faol olib boriladi. Demak, sizga qanday imtiyozlar taqdim etilayotganini va ulardan qanday foydalanish mumkinligini batafsil tushunib olishimiz zarur. Keling, endi eng muhim qismga o'tamiz. Nimani bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas. Eng avvalo shuni bilishingiz kerakki, nafaqaxo'rlar uchun xarajatlarning ayrim toifalari bo'yicha to'liq yoki qisman ozodliklar mavjud. Bular asosan kommunal xizmatlar, ya'ni elektr energiyasi, tabiiy gaz, suv ta'minoti, chiqindilarni olib chiqish xizmatlari, shuningdek mol-mulk solig'i va yer solig'iga tegishlidir. Ba'zi tibbiy xizmatlar va jamoat transporti uchun ham maxsus imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Ammo biz hozircha asosiy va eng ko'p mablag' sarflanadigan sohalarga e'tibor qaratamiz. Kimlar xavotirlanishi kerak? Hozirda kommunal xizmatlar va soliqlar uchun to'liq narxda to'lovlarni amalga oshirayotgan, ammo imtiyozlarga loyiq bo'lishi mumkinligini tekshirib ko'rmagan nafaqaxo'rlarimiz xavotirlanishi kerak. Siz o'zingiz bilmagan holda har oy yoki yil davomida minglab so'mlarni ortiqcha to'layotgan bo'lishingiz mumkin. Bu pullar sizning dorilaringizga, ro'zg'orga, nabiralaringizga sovg'a olishga yoki shunchaki biror kichik orzungizni amalga oshirishga yetishi mumkin edi. Kimlar xavotirlanishi shart emas? Imtiyozlari haqida xabardor bo'lgan va ulardan faol foydalanayotgan nafaqaxo'rlarimiz xavotirlanishi shart emas. Biroq sizga ham bir tavsiya: yangi qoidalar va imtiyozlar doimiy ravishda yangilanib boradi. Shuning uchun vaqti bilan o'zingizning imtiyozlaringizni qayta ko'rib chiqish va yangi imtiyozlar paydo bo'lganini tekshirish foydadan xoli emas, balki sizga yanada katta imkoniyatlar yaratilgan bo'lishi mumkin. Keling, endi hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Raqamlarni ham keltirib o'taman, toki siz vaziyatni aniqroq tasavvur qila oling. 1. Kommunal xizmatlar uchun imtiyozlar elektr energiyasi va tabiiy gaz. Tasavvur qiling. Omina opa va Ahmad aka ismli yosh ulug' bir juftlik bor. Ularning ikkalasi ham nafaqaxo'r. Ular shahar markazidagi oddiy bir kvartirada yashashadi. Yillar davomida ular elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun hisoblangan to'lovlarni vijdonan, to'liq hajmda to'lab kelishgan. Hech qachon bu moliyaviy yukni yengillashtirishning bir yo'li borligini gumon qilishmagan. Aytaylik, ularning o'rtacha oylik elektr energiyasi iste'moli 120 kWh, KVT soat. Tabiiy gaz iste'moli esa ayniqsa sovuq oylarda taxminan 1 kub metr minut tashkil etardi. Amaldagi tariflar bo'yicha. Ularning elektr energiyasi uchun to'lovi taxminan 30 ming so'm. Gaz uchun esa
qarbiy 5000 so'm bo'lishi mumkin edi. Jami bu ikkita asosiy kommunal xizmat uchun ular 7500 so'm to'lashardi. Endi esa aprel oyidan to'liq kuchga kirayotgan. Hukumatimiz tomonidan yaqinda tasdiqlangan va tushuntirish berilgan yangi qarorga binoan ular elektr energiyasi va tabiiy gaz iste'moli uchun ixnbidi chegirmaga ega bo'lish huquqiga ega bo'ldilar. Bu chegirma elektr energiyasi uchun 100 kWh va tabiiy gaz uchun 1,5 metr kubikgacha bo'lgan iste'mol hajmiga nisbatan qo'llaniladi. Bu shuni anglatadiki, birinchi 100 kWh elektr energiyasi uchun ular faqat 50 kWh ning narxini, birinchi 1,5 metr kubik gaz uchun esa faqat 75 metr kubik narxini to'laydilar. Agar ularning iste'moli ushbu belgilangan limitlar doirasida bo'lsa, bu ikki xizmat uchun umumiy hisob kitoblari samarali ravishda yarmiga qisqarishi mumkin. Ya'ni 7500 so'm o'rniga ular taxminan 37500 so'm atrofida to'lashlari mumkin. Bu shunchaki kichik tejamkorlik emas. Bu oyiga sezilarli darajadagi 37500 so'm miqdoridagi tejamkorlik bo'lib, bu yillik hisobda 1000 so'mga tengdir. Ko'plab nafaqaxo'rlar uchun bu summa zarur dori-darmonlarni sotib olishga, bir haftalik oziq-ovqat mahsulotlariga yoki boshqa kutilmagan xarajatlarga yordam berishi mumkin. Ushbu imtiyozning asosiy sababi davlatning o'zining zaif qatlamlarini ijtimoiy himoya qilishga bo'lgan sodiqligi. Nafaqa daromadlari ko'pincha asosiy ehtiyojlarni qoplashga zo'rg'a yetishini tan olishidir. To'g'ridan to'g'ri ta'sir esa ularning ixtiyoridagi daromadning sezilarli darajada oshishi va kundalik moliyaviy stressning kamayishi bo'lib, ularga ko'proq hurmat va xotirjamlik bilan yashash imkonini beradi. Astroshki. Mol-mulk solig'i uchun imtiyoz. Keling ikkinchi misolimizga o'tamiz. Farida Aya ismli yolg'iz nafaqaxo'r ayol bor. Uning nomida shahar chekkasida joylashgan kichik, o'ziga tegishli uy-joyi bor. O'tmishda u ushbu mulk uchun mol-mulk solig'ini muntazam ravishda to'lab kelgan. Aytaylik, uning har yili to'laydigan mol-mulk solig'i erta bahorda 2 million so'm atrofida bo'lgan. Bu summa uning nafaqasi uchun kichik emas edi. Endi esa yangi qonun hujjatlariga kiritilgan o'zgartirishlar yoki mavjud imtiyozlarning aniqlashtirilishi tufayli yakka tartibdagi mulk egalari bo'lgan nafaqaxo'rlar ma'lum bir kadastr qiymatidan yoki maydondan past bo'lgan asosiy uy-joylar uchun mol-mulk solig'idan ozod etiladi. Bu degani, Farida Aya o'zining yagona uyi uchun endi mol-mulk solig'i to'lashi shart emas. Har yili 2,5 ming so'm tejaladi. Bu pulning pensiya jamg'armasiga qo'shimcha mablag' bo'lib tushadi. Bu imtiyozning sababi davlatning keksa mulk egalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosati bo'lib, uning samarasi esa nafaqaxo'rlarning har yillik muhim xarajatini yengillashtirishdir. Bu esa ularning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi. Yer solig'i uchun imtiyoz uchinchi misol. Valijon aka ismli nafaqaxo'r qishloqda yashaydi. Uning uyining yonida kichik, taxminan 6 sotiqli tomorqa yeri bor. Ushbu yerga u sabzavotlar ekib, oilasining ehtiyojini qoplaydi. Xuddi mol-mulk solig'i kabi yer solig'i ham avvalgi yillarda uning uchun ma'lum bir xarajat manbai bo'lgan. Aytaylik, u yiliga erta kuzda 1,5 ming so'm atrofida yer solig'i to'lagan. Endi esa nafaqaxo'rlar uchun ma'lum bir o'lchamdan past bo'lgan. Masalan, uni sotiqgacha yer uchastkalari uchun yer solig'idan ham ozodlik berilgan. Bu Valijon akaga yiliga yana 1,5 ming so'm tejash imkonini beradi. Yillik tejamkorlik 1,5 so'mga yetadi. Bu ham albatta Valijon akaning oila byudjetiga qo'shimcha yordam bo'ladi. Bu jori ham ijtimoiy himoyaning muhim qismi bo'lib, keksa avlodni moliyaviy yukdan ozod etishga qaratilgan. Bu misollar shunchaki nazariy emas, balki amalda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan va ko'plab nafaqaxo'rlarimizning hayotini yengillashtiradigan real imkoniyatlardir. Faqatgina ular haqida xabardor bo'lish va tegishli choralarni ko'rish talab etiladi. Endi esa ushbu imtiyozlarning istisno holatlari, ehtimoliy qiyinchiliklar va uncha oydin bo'lmagan jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Bu qism ayniqsa muhim, chunki bu ma'lumotlar sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi va imtiyozlardan to'g'ri foydalanishga yordam beradi. Istisno holatlar, daromad chegaralari. Ba'zi imtiyozlar faqat past ma'lum bir daromad chegarasidan past bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun taqdim etilishi mumkin. Ya'ni, agar nafaqa miqdori ma'lum bir belgilangan minimal darajadan yuqori bo'lsa. Qo'shimcha subsidiyalar yoki imtiyozlar qo'llanilmasligi mumkin. Masalan, kommunal to'lovlar uchun beriladigan qo'shimcha kompensatsiyalar ko'pincha kam ta'minlangan oilalarga yoki minimal nafaqa oladigan shaxslarga qaratilgan bo'ladi.
Har bir holatda mezonlarni aniqlashtirish shart. Asli mulk turi va hajmi yuqorida aytib o'tganimizdek. Mol mulk va yer solig'i bo'yicha imtiyozlar faqat asosiy turar joyga yoki ma'lum bir maydon kadastr qiymatidan past bo'lgan mulklarga taalluqli bo'lishi mumkin. Agar pensioner bir nechta mulkka ega bo'lsa, masalan, shahar uydan tashqari yozgi kottej yoki boshqa kvartira, faqat bittasi odatda asosiy yashash joyi imtiyoziga ega bo'ladi. Qo'shimcha mulklar uchun soliq to'lashga to'g'ri keladi. Asosiy oila tarkibi. Ba'zi kommunal xizmatlar uchun imtiyozlar faqat yolg'iz nafaqaxo'rlar yoki ular bilan boshqa ishlovchi yoshdagi oila a'zolari yashamaydigan pensioner juftliklari uchun berilishi mumkin. Agar nafaqaxo'rning uyida rasman ro'yxatdan o'tgan ishlovchi voyaga yetgan farzandi yashasa, ular ma'lum turdagi kommunal imtiyozlarga ega bo'lmasliklari mumkin. Chunki bu holda oilaning umumiy daromadi va to'lov qobiliyati yuqoriroq deb hisoblanadi. Nafaqaxo'rlarning alohida toifalari. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari. Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlar, nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar va boshqa shu kabi alohida toifadagi fuqarolar ko'pincha qo'shimcha yoki yanada yuqori imtiyozlarga ega bo'lishadi. Bu juda muhim nuans. Chunki bu toifadagi insonlarning imtiyozlari umumiy nafaqaxo'rlar uchun belgilangan imtiyozlardan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Agar siz shunday toifaga kiruvchi pensioner bo'lsangiz, o'zingizning barcha maxsus imtiyozlaringizni to'liq bilib oling va ulardan foydalaning. Asosli 2 ehtimoliy qiyinchiliklar va tuzoqlar. Avtomatik emas, arizaga asosan eng katta xato shundaki, ko'pchilik imtiyozlar avtomatik ravishda tayinlanadi deb o'ylaydi. Yo'q, aksariyat imtiyozlar ariza asosida beriladi. Siz ulardan foydalanish uchun tegishli idoralarga murojaat qilishingiz shart. Agar murojaat qilmasangiz, sizga imtiyoz berilmaydi. Hujjatlardagi xatolar, arizaga ilova qilinadigan hujjatlar to'liq bo'lmasligi, noto'g'ri ma'lumotlar yoki muddati o'tgan hujjatlar bo'lishi, arizani ko'rib chiqish muddatini uzaytirishi yoki xato rad etilishiga olib kelishi mumkin. Har bir hujjatning to'g'ri va aniq ekanligiga ishonch hosil qiling. Astirish muddati o'tgan arizalar, ba'zi imtiyozlar uchun arizalarni topshirish muddatlari belgilangan bo'lishi mumkin. Bu muddatlarga rioya qilmaslik imtiyozni olishdan mahrum etishi mumkin. Har doim kerakli ma'lumotlarni oldindan tekshirib oling. Bexabarlik, yuqorida aytib o'tganimdek, eng katta muammo ko'plab nafaqaxo'rlar bunday imtiyozlar mavjudligini bilmasligidir. Bu videoni tomosha qilayotganingiz sababli siz endi bexabar emassiz. Ammo bu ma'lumotni atrofdagi boshqa nafaqaxo'rlar bilan ham bo'lishingizni iltimos qilaman. Asosiy 3 uncha oydin bo'lmagan jihatlar. Retroaktiv qo'llash, oldingi davrlar uchun imtiyozlarni oldingi davrlar uchun ham talab qilish mumkinmi? Aksariyat hollarda yo'q, yoki faqat qisqa muddatli davrlar uchun ruxsat beriladi. Masalan, agar siz bugun ariza topshirsangiz, imtiyozlar odatda keyingi oydan yoki ariza qabul qilingan oydan boshlab kuchga kiradi. Avvalgi oylar uchun qayta hisob-kitob qilinmaydi. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qilish muhim. Har yillik qayta tasdiqlash. Ba'zi imtiyozlar har yili qayta tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Bu ayniqsa nafaqa miqdori yoki oila tarkibi o'zgarishi mumkin bo'lgan holatlarda muhim. Har yili tegishli idoralarga murojaat qilib, imtiyozlaringizning amalda ekanligini tekshirib turish tavsiya etiladi. Oila sharoitlarining o'zgarishi. Agar voyaga yetgan farzand siz bilan yashashga kirsa yoki turmush o'rtog'ingiz vafot etsa, imtiyozlarga bo'lgan huquqingiz o'zgarishi mumkin. Bunday holatlarda tegishli idoralarni xabardor qilish va imtiyozlaringizni qayta ko'rib chiqish lozim. Aks holda sizga noto'g'ri hisoblangan imtiyozlar uchun keyinchalik to'lovlar talab qilinishi mumkin. Mahalliy va respublika miqyosidagi imtiyozlar. Ba'zi imtiyozlar faqatgina ma'lum bir hududlar, shahar yoki tumanlar uchun xos bo'lishi mumkin. Respublika miqyosidagi dasturlarni to'ldirgan holda. Shuning uchun o'zingiz yashayotgan hududdagi mahalliy hokimiyat organlari yoki tegishli tashkilotlardan qo'shimcha ma'lumotlarni so'rash foydadan xoli emas. Asosiy elektron xizmatlar. Davlat xizmatlari markazlari DXM va ularning onlayn portali My.O'gubzu orqali imtiyozlarga ariza topshirish imkoniyatidan foydalanishni tavsiya etaman. Bu vaqtni tejaydi va jarayonni soddalashtiradi. Bu murakkabliklar va nuanslarni bilish sizga imtiyozlardan samarali foydalanishga yordam beradi va kutilmagan vaziyatlarning oldini oladi. Endi esa eng muhim qism nima qilish kerakligi haqidagi amaliy maslahatlar. Bu qismda sizga qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. Shunda siz to'g'ri yo'nalishda harakat qila olasiz.
asterisk 1000 qadam. Ma'lumot to'plash. Avvalo o'zingizning shaxsiy vaziyatingizga qarab, yolg'izmisiz, turmush o'rtog'ingiz bilan yashaysizmi? Mulk egasimisiz, nogironligingiz bormi va hokazo, qaysi imtiyozlar sizga tegishli bo'lishi mumkinligini aniqlang. Asterisk pensionerlar uchun. Asterisk eng ishonchli ma'lumot manbalaridan biri bu sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limidir. Ular barcha asosiy imtiyozlar, ularga oid qonunlar va ularni olish tartibi haqida batafsil ma'lumot berishi shart. Asqash mahalla qo'mitasi. Mahallangizdagi mahalla qo'mitasi ham mahalliy darajadagi imtiyozlar, moddiy yordam turlari va ulardan foydalanish tartibi bo'yicha maslahatlar bera oladi. Ular sizni tegishli idoralarga yo'naltirishi mumkin. Asterisk davlat xizmatlari markazlari DXM barcha turdagi davlat xizmatlari bo'yicha yagona darcha hisoblanadi. Siz har qanday imtiyozga xat topshirish tartibi. Buning uchun kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxati haqida batafsil ma'lumotni shu yerdan olishingiz mumkin. DXM mutaxassislari sizga barcha savollaringizga aniq javob berishadi. Asterisk rasmiy hukumat veb-saytlari. Asterisk agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa, MyBokkov.uz elektron hukumat portali, Moliya vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi veb-saytlarida pensionerlar uchun imtiyozlar bo'limini ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu yerda qonun hujjatlarining asl matnlari ham joylashtiriladi. Asterisk 2 qadam. Hujjatlarni yig'ish. Imtiyozga ariza berish uchun sizga ma'lum hujjatlar to'plami kerak bo'ladi. Hujjatlar ro'yxati imtiyoz turiga qarab farq qilishi mumkin. Ammo asosiylari quyidagilardir. Pasport, sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, asl nusxasi va nusxasi kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi, sizning pensioner ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat, asl nusxasi va nusxasi. Asterisk mulkka egalik hujjatlari. Agar siz mol-mulk yoki yer solig'i bo'yicha imtiyoz olmoqchi bo'lsangiz, kadastr hujjatlari, mulk huquqini tasdiqlovchi order yoki shartnomalar kerak bo'ladi. Asterisk kommunal to'lovlar kvitantsiyalari. Asterisk agar kommunal xizmatlar bo'yicha imtiyoz so'rayotgan bo'lsangiz, so'nggi to'lov kvitantsiyalarini tayyorlab qo'ying. Asterisk oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Asterisk bu hujjat mahalladan beriladi va uyingizda kimlar ro'yxatda turgani va kimlar bilan yashayotganingizni ko'rsatadi. Ba'zi imtiyozlar uchun oila tarkibi muhim ahamiyatga ega. Asterisk nogironlik to'g'risidagi guvohnoma. Asterisk agar sizda nogironlik bo'lsa, bu guvohnoma sizga qo'shimcha imtiyozlar berish uchun asos bo'ladi. Boshqa tasdiqlovchi hujjatlar, agar siz alohida toifadagi nafaqaxo'r bo'lsangiz, masalan, urush qatnashchisi, mehnat faxriysi va HXG. Bunga oid barcha tasdiqlovchi hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Hujjatlarning barchasini asl nusxalari va ularning nusxalari bilan birga olib boring. Nusxalarni o'zingiz oldindan tayyorlab qo'ysangiz vaqtingiz tejaladi. 3 qadam. Ariza topshirish jarayoni. Qayerga borish kerak? Ko'pgina imtiyozlar uchun davlat xizmatlari markazlari DXM yagona va asosiy murojaat nuqtasi hisoblanadi. Ular sizning arizangizni qabul qilib, uni tegishli idoralarga, pensiya jamg'armasi, soliq idorasi, kommunal xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlar yuboradi. Shuningdek, ba'zi kommunal xizmatlar bo'yicha imtiyozlar uchun bevosita shu xizmatni ko'rsatuvchi tashkilotga, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti murojaat qilish ham mumkin. Mol-mulk va yer solig'i bo'yicha esa mahalliy soliq inspeksiyasiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Qayerga borishni aniq bilmasangiz, avval DXMga boring. Arizani qanday yozish kerak? Odatda ariza uchun standart shakl mavjud bo'ladi. DXMda sizga blanka beriladi va uni to'ldirishga yordam berishadi. Asosiy maqsadingiz va pensioner maqomingizga asosan va tegishli qonun hujjatlariga muvofiq sizga tegishli bo'lgan imtiyozni, masalan, kommunal to'lovlardan ozod qilish, soliq imtiyozlari taqdim etishni so'rashdir. Arizada o'zingizning barcha ma'lumotlaringizni aniq ko'rsating va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini keltiring. Arizani kuzatib turish, uni unutib qo'ymang. Sizga berilgan ariza raqami orqali DXMda yoki my.gov.uz portalida arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. Agar uzoq vaqt javob kelmasa, tegishli idoraga qo'ng'iroq qiling yoki yana murojaat qiling. Jarayonni nazoratda ushlab turing. Qadam tekshirish va tasdiqlash. Imtiyozlarning qo'llanilishini tekshiring. Sizning arizangiz qanoatlantirilgandan so'ng imtiyozlar kommunal to'lovlar kvitansiyalarida yoki soliq xabarnomalarida aks ettirilganiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqlik bo'lsa, darhol tegishli idoraga murojaat qiling. Asterisk barcha hujjatlarning nusxalarini saqlang. Asterisk siz topshirgan arizalar, barcha hujjatlarning nusxalari va arizangiz qabul qilinganligi haqidagi kvitansiyalarni ehtiyotkorlik bilan saqlang.
Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni hal qilishda sizga yordam beradi. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Katta tejamkorlikka erishish mumkin. Ammo bu sizdan faol harakat qilishni talab etadi. Bugundan boshlab sizning oylik xarajatlaringizni sezilarli darajada kamaytirish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu nafaqaxo'rlarimizning hayotini yengillashtirishga, ularning qadr-qimmatini oshirishga qaratilgan muhim qadamdir. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq insonlar bilishi uchun ushbu videoni o'z yaqinlaringizga, do'stlaringizga ulashing. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Chunki biz bu yerda sizning hayotingizni yaxshilaydigan eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni berishda davom etamiz. O'z fikr va mulohazalaringizni, shu jumladan o'zingiz foydalanayotgan imtiyozlar haqidagi tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.